Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum kanalimizning muhtaram muxlislari, assalomu alaykum Popning aziz kitobxon muxlis insonlari. Biz bugun mana shu Pop tumanida joylashgan axborot kutubxona markaziga virtual ravishda sayohat uyushtirishni maqsad qilib qo'yganmiz. Zalga kirganingizdayoq o'zi kutubxonani ruhiyati boshlanadi. Mana bundoq jadid bobolarimizni she'riyatgan asarlari to'g'risida ozgina oz-moz bo'lsa ham ma'lumot, shu bilan birgalikda jadid bobolarimizni suratlari, hammasi bu yer qanday maskan ekanligi to'g'risida taassurot uyg'otadi. Aziz hamyurtlar, aziz kitobxonlar, biz axborot kutubxona markazi tomonidan sizlarga ozgina qisqachagina ma'lumot aytib o'tmoqchimiz. Bizning axborot kutubxona markazida 111 mingdan oshiq adabiyotlarimiz bor. 111 mingdan oshiq adabiyotlarimiz turli xil sohalarga oid. Sizlarga kerakli bo'lgan kitoblar albatta bizning kutubxonamizda topiladi. Hozirda kutubxonamizda 10 mingdan oshiq kitobxon qamrab olgan. Tumanimiz yoshlaridan 6 ming nafari shu kutubxonaga a'zo, qolganlari keksalar, katta yoshdagilar a'zo bo'lishgan. Sizlarni ham kutubxonamizga kelishlaringizni tavsiya qilaman. Assalomu alaykum. Men Saqjonlo Maftuna 2-son politexnikumi 1-kurs talabasiman. Markaziy kutubxonamiz juda ham qulay bo'lib, yoshlar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Kompyuterlardan foydalanib dars qilsa bo'ladi. Onlayn formatda kitoblar ham bor. Uydan bu yerga kelib o'qiy olmay turganlar uchun tayyor formatlarni tashlab berishlari mumkin. Telegram kanallariga obuna bo'lish ham mumkin. Axborot kutubxona markazida bizni ijtimoiy saytlar orqali ham kuzatishingiz mumkin. Bizni kanallarimiz YouTube, Instagram, Facebook, Telegram kanallari orqali o'zimizni gruppalarimiz bor. O'sha yerga kirib, bizdan kerakli ma'lumotlarni ham olishingiz mumkin. Biz sizlarga qaysi adabiyotlar to'g'risida, qanday adabiyot kerakligi to'g'risida ma'lumot bersangiz, tezkorlik bilan sizlarga topib berishga harakat qilamiz. Kutubxonamizga jamiki kitobxonlarni taklif qilib qolamiz. Kelib, maroqli kitob o'qib, ham suhbat bo'lishingizni sizlardan talab qolamiz. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Men Qosimjonova Zuhra 1-sonli maktabning o'quvchisiman. Men tumanimizdagi markaziy kutubxonaga kelib, bo'sh vaqtimni maroqli o'tkazmoqdaman va shu yerda sertifikat imtihonlarimga tayyorlanishda o'zimga kerakli bo'lgan kitoblar va manbalardan foydalanyapman. Bu yerdagi qulayliklardan biri, bu yer shinam va tinch, hamma sharoitlar bor. Kitob o'qish hech qachon insonga zarar keltirmaydi. Aksincha, doim foyda keltiradi. Sababi men tibbiyot xodimi sifatida shuni aytib o'tishim mumkinki, kitob o'qish hozirgi bosh miyani degenerativ kasalliklari, masalan, Alsgeymer kasalligi yoki bo'lmasam demensiya kasalligini oldini olishda eng yaxshi omil bu kitob. Beshikdan qabrgacha ilm o'rganing deb bekor aytmaydi. Ilm o'rganish mana shu kitob o'qish orqali erishiladi. Ilm o'rganishda bundan boshqa yo'li yo'q. Faqat kitob orqali erishiladi ilmga. Ta'tilda barcha o'quvchilarga tavsiya qilib qolaman. Kutubxonaga kelib, maroqli hordiq chiqarishingizni oila a'zolaringiz bilan maqsadli ishlarga vaqt ajratishingizni so'rab qolardim. Xohlagan kitoblarni topib o'qishingiz mumkin. O'zim tengdoshlarimga ham tavsiya qilaman bu yerda kitoblarni o'qib, maroqli hordiq chiqarib ketishga. Bu yerda men yuqorida aytib o'tdim, halol, samimiy insonlar mehnat qilishadi. Har bir kelgan kitobxonga o'zgacha mehr, o'zgacha shirin muomalada, munosabatda bo'lishadi. Shuning uchun do'stlar, axborot kutubxona markaziga hech bo'lmasa bir oyda bir marta bo'lsa ham kelib kitob o'qing va yana kitob o'qing. Markazimizga keling, adabiyotlarimiz bilan hamnafas bo'ling. Sizga kerakli adabiyotlarni topib berishga harakat qilamiz.